Men Mo'ysinjonov Jaloliddin, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti 6-bosqich talabasiman. Men Amerika Qo'shma Shtatlarining USMLE Steva imtihonini muvaffaqiyatli topshirganimdan faxrlanaman. Bu natija meni hayotimdagi eng yuqori natijalardan biri hisoblanib, unga erishish juda ko'p sabr-toqat va mehnat talab qildi. Steva natijasi bu nafaqat meni natijam, balki institutning ilmiy salohiyati hamda undagi professor o'qituvchilarning mehnatlarini amaldagi dalili. Bu natijaga erishishimda institutimizni qo'llab-quvvatlovi hamda undagi o'quv salohiyati bu natija uchun juda katta poydevor bo'ldi. Steva imtihoni tibbiyotning nazariy bilimlarini baholovchi xalqaro mezon hisoblanib, bu bosqichdan so'ng talabalarga yana katta imkoniyatlar eshigi ochiladi. Steva imtihoni topshirilgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarida tibbiy rezidenturani davom ettirish mumkin. Bundan tashqari, xalqaro sifatli tibbiy tajribaga ega bo'lish hamda tibbiy karyera ortidan yaxshigina daromad ishlash imkoniyatlari ochiladi. Kelgusidagi asosiy maqsadim imtihonning 2-bosqichini muvaffaqiyatli topshirish hamda Qo'shma Shtatlarda tibbiy rezidenturaga qabul qilinish. Shu bilan birga xalqaro tibbiy tajribaga ega bo'lish qatorida yurtimiz tibbiyotiga o'z hissasini qo'shish hamda bu orqali yoshlarni ilhomlantirish asosiy maqsadim. Shuni ham ta'kidlab o'tardimki, agar maqsad yo'lida oxirigacha bardavom turilsa, albatta natijaga erishiladi.